Tidididin. Ko'ryapsan mana bu yerda? Nechta ekan? Mana qarang, nima ko'ryapsiz hozir? Ikkita ko'zoynakka o'xshab turibdi, ko'ryapsizmi? Bu egizak homiladorlik degani. Allohim oxirigacha so'yintirsin. Bu birinchi bolajonning qopchasi, bu ikkinchi bolajonning qopchasi. Inshaalloh mahkamidan bergan bo'lsin, xo'pmi? Birinchi o'zingiz. Ikkala qopchasi ham yaxshi. Ikkalasini hozir endi bilolmaymiz. Qopchalari yaxshi. Haftasiga mos 5-6 haftalik homiladorlik ko'rinyapti. Bir haftadan keyin qovog'ingizni to'ldirib yana kelasiz. O'sha bolani o'zini va yurak urishni eshitishimiz kerak bo'ladi. Ungacha nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, qanaqa dorilar olish kerak, hammasini hozir vrachlarimiz tushuntirib o'tishadi, xo'pmi? Allohim mahkamidan bergan bo'lsin. Oxirigacha so'yintirsin.